Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan 75-mavzu yuzi birliklari mavzusi bilan tanishamiz. Bu mavzuda kvadrat metr, kvadrat detsimetr, kvadrat santimetr tushunchalarini o'rganamiz. Xo'p, endi birinchi masala to'g'ri to'rtburchak shaklidagi maydonni qoplash uchun turli shakldagi plitkalar ishlatilgan. Buning uchun qancha katta va qancha kichik plitkalardan foydalanilgan? To'g'ri to'rtburchaklar nechta, qaysi biri ko'proq ishlatilgan? Kvadrat shaklidagilarmi yoki to'g'ri to'rtburchak shaklidagilarmi? Hop, rasmga qaraydigan bo'lsak, har xil kvadratchalar bor ekan. Endi bularni katta, kichik qilib ajratib chiqamiz. Dastlab kichkina kvadratlarni hisoblaydigan bo'lsak, kichkina kvadratlarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta. Demak, bu yerda 15 ta kichkina plitka bor ekan. Hop, endi o'rtancha plitkalarni hisoblaydigan bo'lsam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. Demak, 12 ta o'rtacha bor ekan, o'rtacha plitkalarimiz bor ekan. Va endi 1, 2, 3, 4, 5 ta katta plitkalarimiz bor ekan. Hop, endi mana shu plitkalarni kvadrat to'g'ri to'rtburchak shaklidagilarni alohida qilib chiqishimiz kerak ekan. Hop, bizda jami bo'lib 32 ta plitka bor ekan. Endi kvadrat shaklidagilarni alohida qilib ajratib chiqadigan bo'lsak, kvadrat shaklidagilari 15 ta kichkinamiz o'zi kvadrat shaklida. Unga plus 16, 17, 18, 19 ta. Demak, 19 ta kvadrat ekan. Va 32 dan 19 ni ayirib qo'yadigan bo'lsak, bizda to'g'ri to'rtburchak shaklidagi plitkalarimiz kelib chiqadi. 13 ta to'g'ri to'rtburchak shaklidagi plitkalar bor ekan. Hop, mana birinchi misol tugadi. Ikkinchi misolni boshlaymiz. Xuddi shunday maydonga turli o'lchamdagi kvadrat plitkalar yotqizilgan. Qaysi holatda ko'proq plitka kerak bo'ladi? Agar eng kichik plitka tomoni 1 detsimetr bo'lgan kvadrat bo'lsa, maydonning yuzi qanday? Hop, rasmga qaraydigan bo'lsak, 3 xil plitka berilyapti. Bu plitkalarimizni katakchalari kichkina, o'rtacha, katta ko'rinishda berilyapti. Rasmga qaraydigan bo'lsak, eng kattasi mana bu plitka, undan keyin bu eng kichkinasi mana bu plitka ekan. Hop, mana shu eng kichkina plitkani kvadratchalari 1 detsimetrdan ekan. Endi bu yerda bir qatorda 10 ta ekan, demak 10 detsimetr ekan. Bo'yi ham 10 detsimetrga teng ekan. Endi yuzasini topish uchun 10 detsimetrni ko'paytiraman 10 detsimetrga. Natija 100 detsimetr kvadratga teng bo'lar ekan. Hop, uchinchi misol. Rasmdan foydalanib 1 kvadrat detsimetrda necha kvadrat santimetr borligini ayting. Buni qanday aniqladingiz? Rasmga qaraydigan bo'lsak, 1 detsimetrga 1 detsimetr bo'lgan kvadrat berilyapti. Bu kvadratni yuzini topish uchun 1 detsimetrni ko'paytiraman 1 detsimetrga. Natija 1 detsimetr kvadratga teng bo'ladi. Hop, endi mana bu 1 detsimetrimiz 10 santimetr bo'lsa, bu tomoni ham 10 santimetr ekan. Bundan foydalanib yuzani topadigan bo'lsam, 10 santimetr ko'paygan 10 santimetr. Natija 100 santimetr kvadratga teng bo'lar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, 1 detsimetr kvadratim teng ekan 100 santimetr kvadratga. Hop, mana birinchi mashqni bajarib oldik. Biz bunda nimani aniqladik? 1 detsimetr kvadratda 100 santimetr kvadratga tengligini topdik. Hop, B shartida bo'sh joylarni to'ldirib daftaringizga yozing. 1 santimetr kvadrat necha millimetr kvadrat? 1 santimetrimiz 10 millimetr bo'lsa, 1 santimetr kvadratimiz 100 millimetr kvadratga teng bo'ladi. Ikkinchisi 1 detsimetr kvadrat necha santimetr kvadrat? 1 detsimetr kvadrat hozirgina topdik 100 santimetr kvadrat. Bundan millimetr kvadratga o'tsak, yana 2 ta 0 qo'shib qo'yamiz. Hop, uchinchisi 1 metr kvadrat necha detsimetr kvadrat? 1 metr kvadrat 100 detsimetr kvadrat.
Yana ikkita 0 qo'shadigan bo'lsak, santimetr kvadratga o'tib qoladi va yana ikkita 0 qo'shadigan bo'lsam, millimetr kvadratga o'tib qolar ekan. Navbatdagi misol 4. 5 detsimetr kvadrat taqqoslashimiz kerak ekan. 5 detsimetr kvadrat kattami, 30 santimetr kvadratmi? 5 detsimetr kvadrat deganim 500 santimetr kvadrat. Endi 500 kattami, 30 kattami? Albatta 500 katta. Hop, ikkinchisiga keladigan bo'lsak, 6 detsimetr kvadrat. 6 detsimetr kvadrat degani 60 ming millimetr kvadrat. 60 ming kattami, 7 ming kattami? Albatta 60 ming katta. Hop, uchinchisi 75 detsimetr kvadrat bilan 7 metr kvadrati 5 detsimetr kvadrat. 7 metr kvadratimiz 700 detsimetr kvadrat. 5 ni qo'shadigan bo'lsam 705 detsimetr kvadratga teng bo'lyapti. 75 kattami, 705 kattami? Albatta 75 katta. Hop, navbatdagisi 31 santimetr kvadrat kattami, 2100 millimetr kvadratmi? 2100 millimetr kvadrat degani o'zi 21 santimetr kvadrat degani. Demak, natijalar bir-biriga teng ekan. Hop, navbatdagisi 4 detsimetr kvadrat u 41 santimetr kvadrat. 4 detsimetr kvadrat degani 400 santimetr kvadrat degani. Demak, 400 kattami, 41 kattami? 400 albatta katta. Navbatdagi misol 200 millimetr kvadrat bilan 2 detsimetr kvadrat. 2 detsimetr kvadrat degani 20 ming millimetr kvadrat degani. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, 20 ming katta bo'lar ekan. Hop, navbatdagi misol 5. Hisoblang, qulaylik uchun eng kichik o'lchov birligiga keltiring. Hop, eng kichik o'lchov birligiga keltirib hisoblashni boshladik. Birinchi misolda 33 metr kvadrat u 75 detsimetr kvadrat. 33 metr kvadratim 3300 detsimetr kvadrat. Unga 75 ni qo'shsam 3375 detsimetr kvadratga teng bo'ladi. Va natijaga qo'shaman 42 metr kvadrati 18 detsimetr kvadrat. Ya'ni 4218 detsimetr kvadratga teng bo'ladi. Va uchinchisi 1967 detsimetr kvadratga teng bo'ladi. Buni ustun shaklida bajarib ko'radigan bo'lsak, 3375 ga qo'shaman 4218 ni. 13 biradilda 8 9 5 7 7593 detsimetr kvadrat. Bundan ayriyman 1967 ni. 5626 5626 detsimetr kvadratga teng ekan. Demak, birinchi misolimiz javobi 5626 detsimetr kvadrat. Hop. Endi ikkinchisini boshladik. 5 detsimetr kvadrat u 3 santimetr kvadrat. Bu degani 5 detsimetr kvadratimiz 500 santimetr kvadrat. Unga 3 ni qo'shsam 503. Natijani 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 2012 santimetr kvadrat bo'ladi. Bundan ayriyman 18 detsimetr kvadrat degani 1800 santimetr kvadrat. 96 ni qo'shsam 1896. Natijani 8 ga bo'laman 237 santimetr kvadratga teng bo'ladi. 2012 dan 237 ni ayriydigan bo'lsam 1775 santimetr kvadrat. Demak, ikkinchi misolning javobi 1775 santimetr kvadratga teng ekan. Hop. Navbatdagi misol uchinchisiga keldik. 426 santimetr kvadrat. Buni millimetr kvadratga o'tkazib oladigan bo'lsam 42600 bo'ladi. 42600 ni bo'lib olaman 10 ga. 4260 millimetr kvadratga teng bo'ladi. Hop, endi qavsni ichini bajarib oladigan bo'lsak, 5 santimetr kvadratimiz 500. Unga 32 ni qo'shsam 532. Natijadan 278 ni ayriyman. Qavsni ichi 254
millimetr kvadratga teng bo'ladi. Va natijani 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 1016 millimetr kvadratga teng. Hop, 1016 ga 4260 ni qo'shsam, 3-misolning javobi 5276 millimetr kvadrat kelib chiqadi. 6. Avtobus bekati pavilyonining to'g'ri to'rtburchak shaklidagi maydoni kafel bilan qoplanishi kerak. Maydonning bo'yi 8 metr, eni esa bo'yidan 4 metr u 6 detsimetr qisqa. Ushbu maydonning yuzini toping. Bu maydonga shunday plitkalardan nechta kerak bo'lishini aniqlang. Hop. Birinchi bo'lib bo'yini yozib olyapmiz. Bo'yi 80 detsimetr. Eni undan 46 detsimetr qisqa. 80 dan 46 ni ayiradigan bo'lsam 34 detsimetr. Endi bu maydonning yuzini topaman. S barobar 80 detsimetr ko'paytiramiz 34 detsimetrga. Natija 2720 detsimetr kvadratga teng. Buni santimetr kvadratga o'tkazib qo'yadigan bo'lsam 272.000 santimetr kvadrat. Endi bu maydonga shunday plitkalardan nechta kerak? Bunga javob berish uchun mana bu plitkachani yuzini topamiz. 20 ni 20 ga ko'paytirsam bu plitkani yuzi 400 santimetr kvadrat. Endi 272.000 ni bo'laman 400 ga. Natija 680 ta plitka kerak bo'lar ekan. Hop, navbatdagi misol. Qaysi shaklning yuzi eng katta va nima uchun? Bizga 4 ta shakl berilyapti. Birinchi shaklimiz kvadrat, ikkinchi shaklimiz aylana, uchburchak va oltiburchak berilyapti. Yuzalarni hisoblashimiz kerak. Yuzalarni hisoblash uchun biz kvadratning yuzi tomoni 4 ga teng ekan. Demak, bitta katakni 1 santimetr deb olamiz. Demak, unda bu 4 santimetrga teng kvadrat bo'lsa, S barobar 4 kara 4 16 santimetr kvadratga teng bo'ladi. Hop, ikkinchisi radiusi 2 ga teng bo'lgan doira ekan. Hop, buni yuzini topadigan bo'lsak, 2 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 4 pi ga teng bo'ladi. Demak, pi ni 3 deb oladigan bo'lsak, 12 santimetr kvadrat. Hop, uchinchisi uchburchak ekan. Bo'yi 4 santimetr. Bu tomoni ham 4 santimetr. Uchburchakning yuzini topish uchun 4 ni 4 ga ko'paytirsam 16, 2 ga bo'lsam 8 santimetr kvadrat. Hop, va 4-chi shaklimiz oltiburchak. Oltiburchakni mana bunday qilib 3 ga ajratib olsam, mana bu o'rtasi 8 bo'ladi. Mana bu ikkita uchburchakda bitta deb tasavvur qiladigan bo'lsam, bir tomoni 1, ikkinchi tomoni 4 ga teng. To'g'ri to'rtburchak. Demak, yuzasi 8 ga qo'shib qo'yaman. Mana bu yuzi 4 ga teng. Demak, 12 santimetr kvadrat. Eng kattasi, demak, tomoni 4 santimetrga teng bo'lgan kvadrat ekan. 8. Hisoblang. To'g'ri burchakli parallelepiped yoki kub shaklidagi toshlar yotqizilgan yo'l qanday ataladi? Xo'p, birinchisini hisoblashni boshladim. 450 ga bo'lsam 8, 8 ni 20 ga bo'lsam, natija 160 ga teng bo'lar ekan. Mana bu yer A bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchisi 72 ga qo'shaman 28 ni 100, 6000 ni bo'laman 100 ga. Natija 60. Demak, bu yer B ga teng bo'lyapti. Xo'p, navbatdagisi 12 kara 7 84, 93 dan 84 ni ayirsam 9, 9 ga 322, 331 ga teng. Demak, mana bu yer K ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 4-si 42 ni 20 ga ko'paytirsam 840, undan ayriyman 17 kara 6 ni, ya'ni 738 ni. Mana yer R bo'lar ekan. Xo'p, endi S harfini hisoblasam 180 ni 3 ga bo'lsam 60. 60 dan 17 ni ayriyman 43, 5 ga ko'paytirsam 129. Hop. Bizda 129 degan javob yo'q. Bu turib tursin. 129. Hop.
80 ni 10 ga bo'lsam 8, 8000 ni 8 ga bo'lsam 1000 chiqadi mana. Endi 175 ga qo'shaman 602 ni 2 ga ko'paytirib 1379. Mana. Endi 222 ni 4 ga ko'paytirsam 888, 19 ni qo'shsam 907. 1000 da ayiradigan bo'lsam mana chi. Demak, bu yerda mana bu yer 129 shekillik. Chunki 183 ga bo'lsam 60, 17 ni ayirsam 43, 5 ga ko'paytirsam biz uzr hisoblashda xato ketib qolgan ekan. Demak, natija 215 ekan bu. Mana bu yer C bo'ldi. Xo'p. Endi Brus chat K. Mayram 160 A ga teng. Demak, biz qidirgan so'z Brus chat K ekan. Xo'p, 9 bolalar o'yin maydonchalarini turli rangdagi 3 ta to'rtburchakdan iborat shakl ko'rinishda tuzilgan. Qaysi shaklning yuzi eng katta? Har bir shaklning yuzini toping. Xo'p, bu tomoni 4 yuzasi 4 cm kvadrat bo'lgan kvadrat ekan. Demak, unda tomoni 2 dan bo'lib qoladi. Endi demak bu yerimiz 1 cm dan bo'ladi. Mana bu kvadratimiz yuzi 1 bo'ladigan bo'lsa, bularga 3 cm kvadrat qoladi. Qaysi shaklning yuzi eng katta? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, hammasi bir xil shakldan iborat. Demak, bularni yuzalari teng. Endi har bir shaklni yuzini toping. Har bir shaklning yuzi 4 cm kvadratga teng bo'lar ekan. 10 eng kichik yuz o'lchov birligiga o'tkazib hisoblang. Xo'p, birinchi misolimiz 42 detsimetr kvadrat u 26 cm kvadrat. Bu degani 4226 cm kvadrat. Ayriyman 1563 cm kvadratni va qo'shaman 14 detsimetr kvadratim 1400, 19 ni qo'shsam 1419 cm kvadratga teng bo'ladi. Ana endi natijalarni qo'shib ayirib qo'ysam bo'ldi. 4226 dan ayriyman 1563 ni qo'shaman 1419 ni. Natija 4082 cm kvadratga teng bo'ladi. Hop. Ikkinchisi, demak birinchisini yozib qo'yadigan bo'lsak 4082 cm kvadrat. Ikkinchisi 8 cm kvadratimiz 800 mm kvadrat. Birga qo'shadigan bo'lsam 801 mm kvadrat. Natijani 9 ga bo'lsam 89 mm kvadrat. Va qo'shaman 3 cm imiz 300, 306 bo'ladi. 6 ga bo'lsam 51. Demak 51 ga 89 ni qo'shadigan bo'lsam 140 mm kvadratga teng. Xo'p, navbatdagisi 4 detsimetr kvadratimiz 400 bo'ladi. 400 dan ayrimiz 193 ni 207 cm kvadrat 300 ga ko'paytiradigan bo'lsam 62100 cm kvadratga teng. Xo'p, 11 ikkita yo'lkaga plitka yotqizish kerak. Bitta yo'lkaning uzunligi 17 metr 40 cm, kengligi esa 1 metr 48 cm. Ikkinchi yo'lkaning uzunligi 15 cm 15 metr 80 cm, kengligi esa 1 metr 12 cm. Qaysi yo'lkaning yuzi eng katta va qanchaga katta? Xo'p, mana bizda ikkita yo'lka berilyapti. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Uzunligini 17 metr 40 cm kattaroq chizib oladigan bo'lsam, o'zi chizishimiz ham kerak yo'q. Yuzini so'rayapti bizda. Yuzini topish uchun uzunligini kengligiga ko'paytiramiz. Buni uzunligi
1740 bo'ladi santimetrda. Buniki 1048 santimetr. Hop, endi 1580 santimetr va kengligi 1012 santimetr. Hop, birinchisini yuzasini topadigan bo'lsam 1740 ni ko'paytiraman santimetrni 1048 santimetrga. Hop, natija 1740 ni 1048 ga ko'paytirsam 1,823,520 santimetr kvadratga teng bo'ldi. Hop, endi bu S1 deydigan bo'lsam, S2 ni hisoblayman. S2 degani 1580 santimetrni ko'paytiraman 1012 santimetrga. Bir million 598,960 santimetr kvadrat. Va endi aytayaptiki, qaysini yuzi eng katta? Bizda ko'rinib turibdi, birinchisini yuzasi eng katta va qanchaga katta deyapti. 1,823,520 dan 1,598,960 ni ayiradigan bo'lsam, yuzasi 224,560 santimetr kvadratga katta ekan.